2025 yil yanvar-noyabr oylarida so'm almashuv kursi 7,5% ga mustahkamlandi. Markaziy bank tahliliga ko'ra, bunga qator omillar ta'sir ko'rsatdi. So'm qadri sezilarli ortishida avvalo migrantlar yuborgan pul o'tkazmalari keskin o'sgani muhim rol o'ynagan. Ya'ni yanvar-noyabr oylarida O'zbekistonga muhojirlardan 17,3 milliard dollar kelib tushgan. Bu ichki valyuta bozoridagi taklifni rag'batlantirib, milliy valyuta qadri mustahkamlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Eksport tushumlari sezilarli o'sishi, xorijiy kreditlar jalb qilinishi, import to'lovlari hajmlari barqarorlashuvi ham so'm qadri ortishiga ijobiy turtki bo'lgan. O'tgan 11 oy davomida O'zbekistonda chet el valyutasiga talab o'tgan yil mos davriga nisbatan 24% ga, taklif esa 26% ga o'sdi. Dollar sotish va sotib olish, shuningdek, boshqa bank xizmatlari bo'yicha Garant bank mijozlarga sifatli va tezkor xizmatlarni taklif etadi.